Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli qarindoshlar, men tuvanda Erkin Asya radyo stansiyalarininki izchil qo'llanayotgan ba'zi so'z iboralari, ba'zi jumlalar, ba'zi atalg'ulari haqida ikki og'iz so'z qilmoqchiman. Men hozir qadar Erkin Asya radyo stansiyalari yoki ularning chiqarayotgan xabari yoki hozir degandek söz ibarələri haqqında gaq baxmagan bir neçə qitim gaq qilishga tegishli bo'lgan, ammo boshqalar ancha buncha gaq kelayotgan bo'lg'achqa men gaq qilmagan edim. Ham menga maxsus bo'lgan temam bo'lgan aslida bular haqida gaq qilishga tegishli. Gaq qilmay kelgan edim, ammo bu da vaqt saati kelgan o'xshaydi. Tuvanda men shu vaqtda qisqacha to'xtalmoqchiman. Rasmiy so'zimizga kirishdan burun hozir ekranga beradigan suratlik yazmaning ustida bo'yab qo'yilgan qur'ni bir ko'rib chiqinglar, jumlani bir o'qib chiqinglar. Endan keyin so'zimizni davom ettiramiz. Hürmetli qarindoshlar, bu yazmada qo'llanilgan jumlani ko'rdinglar. Bular bir necha kun oldidagi Pokistondagi ba'zi ahvollarga qarata yozgan, e'lon qilgan xabarini shunday boshlagan. Xitoyning qo'shnisi bo'lgan Pokistonda deb. Bu so'z menimcha Uyg'ur xalqi bular Sharqiy Turkistonning mustaqilligi haqida kurash qilayotgan, izlanayotgan har qanday bir Uyg'urga nisbatan nayte hal keladigan bir so'z. Chunki Xitoy Pokiston bilan Xitoy qo'shni emas. Pokiston bilan Sharqiy Turkiston qo'shni. Demak, Xitoyning qo'shnisi Pokiston, Pakistanning qo'shnisi Xitoy degan vaqtda Sharqiy Turkistonni Xitoyning rasmiy bir qismi, Xitoy davlatining bir qismi, bir parchasi degandan boshqa ma'no bermaydi. Buni bularda shunday ba'zi bir xatoliklar nihoyat izchil davomlashib keldi. Bular bu diqqatsizlikdan bo'lgan ish emas. Bularning mushu masalada tutgan yo'li mushu ekan. Ammo nemishqa? Masalan, Hindiston bilan Xitoyninki ba'zi to'qinishlarini e'lon qilgan xabarlarda Xitoy Hindiston o'rtasidagi talash-tortishlik rayonida anda bo'ldi, munda bo'ldi. U ham Xitoy bilan Hindiston o'rtasidagi rayon emas. Amaliyotda Sharqiy Turkiston bilan Hindiston o'rtasidagi chegara. Nima uchun bular bunda xatolikni izchil davomlashtirdi? Uyg'urlarni ko'zga ilmamdi. Yoki Uyg'ur davosida bular Xitoy tarafida turishni tanlaganmi? Biz albatta shunda ba'zi bir ichki talash-tortishlar bilan vaqtimiz qurumusun, ichki talash-tortishlar bilan vaqt isrof bo'lmasin yoki diqqatimiz rasmiy oldimizga ilgirlab mangadigan ishlardan bu xususiy oramizdagi ishlarga burilib ketmasin degan maqsadda nurg'un narsalarni demaslikka tirishdik. Amaliyotda demisin butgan, talashmasin butgan nuqtalarda talashmaganimiz yaxshi. Bu talash-tortish amaliyotda toplumni ojizlashtirdi. Toplumni ojizlashtirdi. Zarar keladi. Diqqatimizni chachadi. Onun uchun mumkin qadar o'zaro talash-tortish, o'zaro iyiblishish bu yaxshi ahvol emas. Bo'libmi bizdek bir davlati qo'ldan ketgan, xalqi tasavvursiz kunda yashayotgan munda bir millatga nisbatan biz bütün kuchimizni dushmanga qaratishimiz lozim. Shu nuqta e'tibori bilan
men nurg'un ishlarga nisbatan mush şekilde muamele qilib keliglik. Yani amal qilib öz işimizde bir yeni tema çıkmışsın. Öz işimizde talaş tartış qiladigan bir temaga sabab bo'lib qolmaylik deb keldik. Ama bu izchil takrorlanib keldi. Bu bizga nisbatan bir haqorat. Bizga nisbatan bizga qarshi Xitoyni qurollantirish. Bizga qarshi Xitoyni dalil isbot bilan ta'minlash hisoblanadi. Xo'sh. Endi Erkin Asiya radio stansiyasida xizmat qilayotgan albatta yaxshi, samimiy qalbi vatanim xalqim deb so'qadigan qarindoshlarimizning borligiga ishonchimiz bor. Lekin Xitoydan umidini uzanmagan, Xitoy faras bo'lgan insonlarning bo'lishi ham tabiiy. Bularning ichidan men ba'zi narsalarni ochiq deyilmasa, hammani yepib qo'ygan, yepiq shaklda degan vaqtda ba'zi xato gumonlar yoki boshqalarni gumon qilib qoladigan ahvollar kelib chiqadi ekan. Bir kishining ismini berishni to'g'ri ko'raman bu munosabat bilan. Boshqalar gumon qilinmasin uchun. Deganimdek, hammasini tafsili bilib ketmaymiz, xususan men. Ammo bir qismini yiroq yaqindan yaxshi qarindoshlarimiz deb bilamiz. Ama bunun biz bilmeydiğen kısmı oluşu mümkün, biz bilmeydiğen bir neçesi oluşu mümkün. Ama şunun üstünden birisi Alim Sitop. Radyo Uygur bölümünün ki üstüdeki mesullap durvatkan, reisullap durvatkan Alim Sitop degen bu şahsiyetini ben vatandaki vaktimde bilgen bu chet eldeki Uygurlarının üstüden ben tuncu kıtım mavu Xitoy qalblik kishi ekan. Mening qalbi Xitoy bilan yug'urilib ketgan bir kishi ekan. Ma kishidan Uyg'ur davosiga Sharqiy Turkistonga foyda kelmaydi ekan deganni men vatandagi vaqtimda tunji qitim bir shaxsni muayyanlashtirish, tunji qitim bir shaxsga baho berish masalasida mushu kishiga baho berganman. Buni Rabia Qadir bilen Öktüşü Xitaylarınki bir televizya söhbetide bille şu söhbetke qanışqan ekan ve Rabia Qadir hanımga tercümanlık sübtede. Şu tercümanlık qilish jarayonidagi qo'llanayotgan so'z iboraları Rabia Qadirning degan so'zlari ve onun tercümede qo'llangan so'zlari Xitoychining yiziqini bilmasam, tilini bir az biladigan bo'lg'achqa, buning shu chaqdagi ifodaları, badan tillari jihatdagi ba'zi ahvollaridan men shuni his qilgan va shuni muayyanlashtirgan. Bu Xitoyga mansub yoki Xitoyparast degan so'zni ishlatsak ham bo'lishi mumkin. Ashundoq bir inson ekanligini men shu chaqda muayyanlashtirgan. Ama başkalarının işledimi şu dağları bağdı belki de yoktu unutmayman. Ama bunun aşında ekelliğini yanıp bilemem. Ama başka karındaşlar ondan emez Uygurluqdan faxrlanadigan Sharqiy Turkiston'ni mening devletim deb biladigan, devletining ismini Sharqiy Turkiston deb biladigan, Sharqiy Turkiston degan bu devletning mustaqil bo'lishi lozim deydigan, buni orzu qiladigan, buni xiyol qiladigan qarindoshlarimiz bundaq insonlarga nisbatan mushundaq nozik masalada bir narsa deyishi kerak edi. Albatta degando. Ammo bu deb qo'yib, bu izchillashmasa, bu amillashmasa bo'lmaydi. Biz o'shaninki radio bu xalqaroliq bir organ, bu yerning talabi shu, bizning xususiy bir nima emas, bilinmez yoki xususiy bir kanal emas. Onun için biz şu radyoninki merkeziga bo'ysunishga majbur deyishi mumkin. Bu hamisha bana bo'lmaydi. Bizga bu bana bo'lsa bo'lmaydi. O vatanning
vatanga munosabatlik yuqoridagidek atalg'ulari, yuqoridagidek nozuk nuqtalar masalalarda bu bizning zihnimizga pokit bo'ladigan masalada biz uni o'zgartirmasak, biz uni bizning foydamizga hech bo'lmasa bizga ziyon solmaydigan bir shaklda deyishga elib minishga qodir bo'lolmasak, uni isloh qilolmagudek bo'lib qolsak, taklif bersak aminlashmagudek bo'lib qolsa, ishlamasak bo'ladi. Nurg'unliq necha minglagan inson Erkin Osiyo radio stansiyasida ishlamaymi jannat bo'lib ketaglik. Mening xizmatning talabi shu degan bu bana o'zir bo'lolmaydi qarindoshlar. Ma bu normal Uyg'urlikdan faxrlanadigan qarindoshlarimiz uchun davatgan taklif xarakteridagi, tavsiya xarakteridagi bir so'zim. Ammo Xitoyning ko'nglini og'ritmaslik sharti bilan radio stansiyasining markazidan mundaroq qilinglar deb qo'ysa, nechasi ishirib, Xitoyga yaqinlashtirib ishlashni asos qiladigan tiklarga nima deymiz endi ularga? Bularga men mana boshqa gaplarga yoki boshqa bir uslublarga o'tib ketsam taqqamlashmas. Bu insonlar Uyg'ur bo'lsa biraz Uyg'ur xalqiga o'zining yurkini nima deb so'qsin, nimaga tava bo'lsin, Uyg'ur jamoatchiligiga biraz hurmat qilish kerak edi. Biraz hurmat qilish kerak. Jahon hamisha bir xil to'maydi, hamisha bir xil bo'lmaydi. Bunda qilayotgan askirlikninki, bunda ziyonkashlikninki suruqi bo'ladigan bir chog' bo'ladi. Bir davr keladi, ko'ryapmiz dunyoda. O'zini hech kimga tan qilmagan har qanday ishni men xohlagancha qilaman degan mustabidning kunni ko'rdik, ko'ryapmiz. Qaysi kunga qolganligini ko'ryapmiz. O'shunda jahon bu. Bu suruq yo'q jahon emas, bunda ketavermaydi. Qiyomatdagi suruqidan boshqa dunyoda ham har inson qilmishini ko'radi. Shu inson degan bir az aqlli bo'lish lozim. Azroq ehtimollik qo'yish lozim, azroq chekinish yo'li qo'yish lozim o'ziga. Uyg'ur xalqiga sunadigan narsada Xitoyga foydali, Uyg'urga ziyonli bir narsa chiqarish va buni bir xizmat deb qilishning o'zi bu bir munofiqlik. Bu xiyonat. Xo'sh. Bularning 3-4 yıl oldi, 4-5 yıl oldi da taxminen bir nima deyman yo'lsizlikqa bo'lgan o'zbagan menga nisbatan bir kunligida radiodan bir muxbir menga aloqa qildi. Abdullaxon Mahsum hojim haqida bir xabar ishlamoqchi edik. Shu haqda sizning bir fikrlarini apaqaydi degan dedi. Ya'ni keyin menmi Abdullaxon Mahsum hojimni ustozimizni yaxshi bilaman, menmi o'qigan, ammo mendimmi uzoq muddat qishida tug'an boshqalar bor. Shular bilan suhbatlashsanglar taxmin yaxshi bo'lishi mumkin desam, ular bilan ko'rishimiz, ammo sizning fikrlarini, apaqishimizni to'g'ri ko'rdik. Sizdan bir fikr olsak dedi. Xo'sh dedim. Abdullaxon Mahsum hojimning yashi shuncha cho'ngish qilmoqmay. Salomatligi o qadar ahvolda ekan. Xitoy bu Abdullaxon Mahsum hojimni nima uchun qo'yib bermagan? Nima uchun eslab olgan buningga? Nima uchun bu Abdullaxon Mahsum hojim bilan haplashib olgan? Boshqa ahlil bilan bor. Ammo nima uchun Abdullaxon Mahsum degan bir savolni qoldirdi. Buningga bir javob berishim talab qilindi. Dedim ki, mushu javobga boshqalardan so'rasanglar albatta bir xil o'xshash bir xil javob beradi. U bo'lsa-mu Abdullaxon Mahsum hojim izchil dinga xizmat qilgan kishi edi. Izchil talib o'rgatgan, dars o'rgatishni izchil davomlashtirgan bir kishi edi, ustoz edi. Har qanday vaqtda darsni to'xtatmaydi. Unalg'u lentlar orqali darslarni taqagan. Ondan başqa tekshirib kiysi uydan kitob chiqqan,
Onun için Xitay Abdullaxon Maxsum Hacimni qayta turmağa sağan degan şekilde cevap berdi. Ama men bu senin bu sualının cevabı bu emas. Men bu şekilde cevap vermeymen. Çünkü bunun cevabı bu emas. O vatanda Abdullaxon Maxsum Hacimdan başqamı to'xtamay dars o'qitgan nurg'un olim bo'lgan. Her vaqt darsidan to'xtamagan olimlar bo'lgan. Uyda kitap bo'lgan, ahli ilmlar bo'lgan. Ahli ilmi degan ekan, uning uyda kitap bo'ladi. Ahli ilm bo'ldi ekan, uning toliblari bo'ladi. U dars o'qitadi. Demak, bunday kishilar Xotanda, Sharqiy Turkistonda, bo'libmi Xotanda jiq edi. Nayt ko'p. Ammo nimishqa ashularning hammasi bilan nafilashmay, Abdullaxon Maxsum Hacim bilan nafilashadi. Bu yerda Abdullaxon Maxsum Hacimda başqıldan farqlanadigan ayrim bir tarafi var. Bu o yuqorida degan taraflar emas. Uningda nurg'un kishilar o'rtaq. Nurg'un kishilar qiladigan shu. Ammo Abdullaxon Maxsum Hacimninki avuldan farqlanadigan bir yerlari var. Bunu bu Xitoyni rahatsız qilgan. Uning uchun Xitoy chaplashib olgan bu Abdullaxon Maxsum Hacimga. U bo'lsa-mu Abdullaxon Maxsum Hacim şu 90'lı yıllardan başlap bala o'qitishga başlagan mezgillarda izchil darsning oldi keynida, dars jarayonida, dars ishida izchil bir narsani ta'kidlab kelgan. Bolalarga singdirishga tirishgan. Ya'ni qanday qilsak Xitoyni bu yerda qarshi ilinmaydigan bir toifa ekanligini uningga his qildira olamiz. Şu arqali Xitoyning bu yerga ko'plab kelishining oldini ola olamiz. Degan haqda so'zlarni qiladi, nasihatlarni qiladi. Men o'zim shohid bo'lgan darslarda so'zlardan bu bir nechasini men eslab o'talayman. Shuningdan birisi deb men bir misol oldim. Uni belki de 5-6 yıl, 4-5 yıl bo'lganligi uchun iniq tafsiloti bilan esimda qolmagan bo'lishi mumkin. Xulasa shu chaqda radioga bergan javobimninki nimasi mazmuni shu. Abdullaxon Maxsum Hacim her vaqt deydigini bu yerlik emas Xitoylar. Bizden bunun alakası yok. Bunun bu yerde hakkı yok. Bular bu yerden gidişi gerek. Bularını bu yerge sığdırmasımız gerek. Bularning bu yerga kelib bir ish qilish, bu yerga joylashish imkoniyatini bermasligimiz lozim. Buning uchun bizning eng oddiy qila oladigan, har qandigimiz qila oladigan bir ish bular bilan muomala qilmasligimiz lozim. Ilm setim qilmasligimiz lozim. Bular bir ko'yga sotgan narsani Uyg'ur 2 ko'yga sotgan bo'lsa, Uyg'urdan ilishimiz lozim. Bir ko'yni deb düşmanni bir yerga challamasligimiz lozim. Düşmanni kuchlantirmasligimiz lozim. Xitoyning dukuni bizga 100 metr keladi. Ammo yana 100 metr o'qitida, 200 metr, 300 metr yiroqlikda Uyg'urning dukuni olsa, biz shu Uyg'urning dukuni ko'rib elishimiz lozim. Mav yaqin bo'lgandan keyin yerdan Abduray demaslik kerak. Satmasligimiz lozim uningga. Har qanday bir narsani Uyg'urdan nechasi qimmat olay desa ham Xitoyga satmasligimiz lozim, Xitoydan olmasligimiz lozim. Mana bu Xitoyning bu yerga yerlashanmasligi, bu yerda urulashanmasligi, yıldız tortolmasligidagi biz qila oladigan nuqtalar, xizmatlar degan bir so'zni men misol uchun deb berdim. Amaliyotda Abdullaxon Maxsum Hacim shu zamonlarda 90-yillari birdan-bir desek ham ortiq ketmaydi. Abdullaxon Maxsum Hacim shu nuqtani nihoyat ching tutgan. Mush bugungi kunda siyosatchi bo'layotgan, siyosatning oldida mangan hisoblanayotgan, o Sharqiy Turkistonningki cho'nglari hisoblanayotgan bu nurg'un kishilar bor. Shular tahi o'qiyotgan yoki o'ynayotgan, ishib chekib yurgan shu Xitoydan ba'zilari maosh olib hajlab Xitoyning maoshi bilan hayotini o'tkazayotgan bizning davlatimiz, bu bayrog'imiz deb yurgan mezgillarda Abdullaxon Maxsum Hacim rahimahullah bu Xitoyningki nimasini, dushmanligini
bu Xitoyning Sharqiy Turkistonda haqqi yo'q ekanligini, buni qachon bo'lmasin qo'g'lab chiqarishimiz kerak ekanligini tolibliga va atrofidagi kishilarga singdirishga eng kuchligan olim. Izchil ahamiyat bergan kishi. Har qanday bir so'zida imkon qadar shuni singdirishga tirishgan kishi. Buni Xitoy bilgan. Onun uchun ma'vu ahlil milam emaskan. Kishilarga nimadir dinning ibodat qismidan o'g'itish bilan kifoyalanadigan kishi emaskan bu. Bu kishilarga do'st dushmanni ham o'g'itadigan, davlatchilikni ham o'g'itadigan, siyosatni ham o'g'itadigan, kishilarning qalbini, ko'zini ochadigan, kishilarni uyg'otadigan, harakatlantiradigan bir shaxsiyat ekan bu. Bizga ma shaxsiyat xafalık tapıdı ekan degan xulosani chiqarganligi uchun Abdulaxon Maqsum Hojimni markazlashtirgan. Abdulaxon Maqsum Hojimga markazlashgan va har vaqt Abdulaxon Maqsum Hojimni ta'qib qilib turgan. Men mushu mazmunni dedim. Buni bir javob savolining javobi sifatida mushu ma'lumotlarni berdim. To'liq afsus. Bu xabar bir necha kundan keyin xabar chiqdi. Mening bu so'zim elinmadi, berilmadi. O'xshash boshqa ikki kishilarni ziyorat qilibdi. Bularning so'zi berildi. Bularning so'zi ayni men yuqorida ashulaga degan va ularni ogohlantirgan shu so'zlar, shu iboralar bo'ldi. Anglab baxtim men. Abdulaxon Maqsum Hojim izchil diniy xizmatdan to'xtab qolgan emas, davomli dars o'rgatdi. O ünlük ünalgılardan çıkı derslerini alıp takip bolsumu kılattı. Uyda kitaplar çıkıp kalgan degen şu gaplar. Allah Allah. Bundan ehlilmedin, külmen ehlilmede var ki. Bu Abdulaxon Maqsum Hojim nemiş Abdulaxon Maqsum Hojim degenin cevabı emesiydi bu. Ama ben emeli bilgen, özüm şahit olgan, özüm derslerinde quluqan bilan, ko'zim bilan ko'rib turib quluqan bilan anglagan bu xil idealarini, bu xil tashabbuslarining boshqa ahlilardan farqli tarafi bo'lganligini, bu sababdan Xitoylarning Abdulaxon Maqsum Hojimdan rahatsız bo'lganligini degan edim men. Demak, eng muhim bo'lgan nuqta shu. Chet elda bugungi kunda shu mazmun bor mening radioga bergan nimamda, javobimda. Bugungi kunda o siyasetçi, o mücahit, o inqilabçı, bimiçi olab ketayotgan mushu shaxslarninki hammasining kallasi qop-quruq vaqtda Abdulaxon Maqsum Hojim bu nuqtani xalqqa nima qilayotgan, uqtirayotgan, xalqqa singdirayotgan, xalqni uyg'otayotgan bir shaxs edi. Bu musulmonlar endi o'rganmadi bu narsani. Xitoyning kim ekanligini, Sharqiy Turkistonning nima ekanligini, o davlat bilan Xitoyning nima aloqasi borligini, bu narsani musulmonlar boshda tushungan, ahli ilmlar boshda tushungan. Uning uchun Xitoylar boshda ahli ilmlarga zarba berdi. Uningdan keyin talibul ilmlarga zarba berdi, madrasalarga zarba berdi. Ahli ilmlar tutilayotgan, talibul ilmlar tutilayotgan, sulinayotgan mezgilda bugungi kunda inqilob qilyapmiz, o bu davatqanlar baxaraman o'ynab yurgan edi. O taliplar, ahli ilmlarning solunishi, tutqun qilinishidagi sabab ularning bir o'qiganligi, o'rgatganligi emas, Xitoyning Xitoyligini, dushmanligini bilganligidan bo'lgan degan bu nuqtalarni deganligim uchun mening bu javobim berilmadi radioda shu vaqtda. Mendan xabar olgan muxbirga uchur qilib so'radim. Nima ish qilamiz? Men bunga javob bermay, boshqalarni elinglar dedim. Yo'q, sizning javobni elishni xohlaymiz dedinglar. Men javob berdim. Nima ish qilamiz uni? Dedim men. Degandan keyin javob nihoyat yaxshi bo'lgan edi. Men suyungan edim. Yani shu mazmundagina bir so'z iboralari bor. Ama biz her birimiz taqsim qilingan bir xabarni ishlagandan keyin bir yig'ilimiz, to'plashimiz va u yerda o'tirg'i qo'yamiz. Analiz qilamiz, muzokara qilishimiz, baholaymiz. Tasdiqdan o'tgandan keyin bu xabarni rasmiy bekitimiz. Undan keyin e'lon qilinadi degan shaklda gap qildi. Gap qilib
şu yerde bu tasdiqlanmay kaldı dedi. Nima uchun tasdiqlanmaydi? Nima uchun? Bunun tasdiqlanmaydigan neri var? Eğer Uygur olsan, eğer Müslüman olsan, hiç olmasa Uygur olsan tasdiqlanmaydigan neri var? Demek bunun şu vaqtdan qandaq bir kişiler ekanligi, qaysi yürünüşünü tanlagan kişiler ekanligi aydın bo'lgan manga nisbatan. Şu vaqtda bu mesela muşu radyo söhbetiga aloqaliq muşu to'g'riliq xalqimizga bir uçur birish planim bo'lgan, ammo yuqorida deganimdek sabab bilan demagan edim. Onundan keyin nurg'ulg'an atalg'ular, nurg'ulg'an jumlalar, so'z iboralar shundoq ishlatildi. Bizga ziyon soladigan, Xitoyni delil bilan ta'minlaydigan shundoq so'z iboralarni ko'p ishlatdi. Mana bugun bu Xitoyning Pokistondan iborat qo'shnisi degan, qo'shnisi Pokiston degan bu ibora sababi bilan shu bir nechini yig'ib turib bu so'zni qilishni munosib ko'rdim. Oldi bilan radiodagi hammalarga tavsiyam shu. Biz hammamiz o'zimizni isloh qilishga muhtoj. Bu davo yomon cho'ng bir davo. Bir davlat meselesi. Bunun biz qancha diqqat qilibmi yana ko'zimizning saqit bo'ladigan yerlari chiqadi. Ammo biz bilalaydigan nuqtalarni izdansak his qila oladigan taraflarini isloh qilishga majburmiz. Isloh qilishimiz lozim. Biz bütün kuchimiz bilan biz uchun foydali bo'lgan Xitoyning zolimligini isbotlaydigan, tajovuzchiligini isbotlaydigan nuqtalarni o'tirg'i chiqarishga majburmiz. O'tirg'i chiqarishimiz lozim. Biz bununla bütün kuchimiz bilan tirishishimiz lozim. Uyg'ur bo'lsak, o Sharqiy Turkistonni Sharqiy Turkiston deydigan bo'lsak, bizning zaminimiz deydigan bo'lsak, biz ashundaq tirishibmi yana bilib bilmay ba'zi xatoliklar sodir bo'ladi. Ba'zi kamchiliklar saqlanadi. Chunki bu nihoyatda cho'ng ish, chetilish doirasi nihoyatda keng bo'lgan bir ish, keng bo'lgan bir davo, keng bo'lgan bir xizmat. Ammo biz bilganlarimizni muhina tuzatmay bunda mansak bu vafosizlik bo'ladi. Bu bir xiyonat bo'ladi. Bu o'zimizga o'zimiz ziyon solish bo'ladi. Şuna bu radyodaki hizmetçilerini qarindoshlarımla degim keladi da, ama qarindoshlarimiz desek bo'lmaydiganligi bo'lg'ashqa ikkilendim. Bu haqda ogohlantirman. Bu haqda Uyg'ur xalqiga tamam, siz kim bo'lang mayli, Xitoy bilan Xi Jinpingni tutuq ata qilib bilan bemi qilib bilan mayli o'zingizning şey. Ammo Uyg'ur davosiga, Sharqiy Turkiston mustaqillik masalasiga ziyon soladigan haqqingiz yo'q. Bunday masalada diqqat qilishingiz lozim. Bo'lmasa biz buni sizning haqqingizda bir narsa o'tirg'i chiqarishimiz lozim. Bizning bu haqda buni isloh qilish uchun bir narsa deyishimizga to'g'ri keladi. Sizni ogohlantirishga majburmiz. Shunga bu masalada yuqorida deganimdek diqqat qilaylik. Hech bo'lmasa Uyg'urligingizni ko'zda tutib bo'lsa-mu, bunday masalaga insof bilan muomala qiling. Uyg'urga hurmat qiling. Bir o'zingizning agar Uyg'ur bo'lsangiz, bir Uyg'ur millatilik tarafınız bo'lsa-mu, biraz qimmat bering. Bu bir insonni mesela ma'lum bir insonga boshqalar sening onang fohisha, palani seninki onangninki oshnasi desa, şu insonni o'sha odam ey mening onamning oshnasi deb chaqirimdi. Ko'ngli ko'taramdi shuni. Meyli oshnasi bo'lsin bo'lmasin, boshqalar tarafidan palani shaxs pustonining onasining oshnasi deyilsa, yoki osh shaxsning o'zi
men palanın aşısı dese. Bu ayalının balısı aşı şəxsini menin anamның aşısıyla dep koluna mı? Menin anamның aşısı dep çakıra mı? Demek Şarkı Türkistan'ı Xitay digendek bizning digendek Xitayning qilib ispatlash Xitayning liqini ispatlash shuni ispatlaydigan so'zlarni qo'llanish ana shundaq numussizlik ana shundaq ig'ir narsa u boshqalar anangning ashlisi deb bersa ham o senmi anamның aşısı deyişin lazım mı? Her qancha şunda bolsa mı? Onda demesi gerek emas mı? Numus emas mı bu? Hakaret emas mı? Onun için bu meselege vatan degan, ana degan gap şu. Ananga qandaq sözler hakaret hesaplansa, vatan üçün hem şunda sözler hakaret hesaplanışı gerek. Bularning qo'llanayotgan bu sözleri, bu cümleleri, şuna o'xshagan cümleler, sözlükleri bu Sharqiy Turkistonga nisbatan haqorat. Sharqiy Turkiston xalqiga nisbatan haqorat. Onun ustiga rasmiy uringanligi uchun buning ma'lum darajada salmoqi bo'ladi. Xalqarada va munosabatlik yerida bir kun kelib mushularning shu xabarlari naql qilinishi mumkin. Shu cümleleri delil qilinib o'tirib qo'yilishi mumkin bizga qarshi. Bu bir numussizlik. Bundaq ishlardan saqlanishinglarni, ehtiyot qilishinglarni, o'zinglarni isloh qilishinglarni tavsiya qilaman va bu jihatda ogohlantiraman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.